Bismillahirrohmanirrohim. Qur'on va namozni tushunishning eng oson yo'li. 3 daqiqalik turkum darslarimizning 5-B darsini boshlaymiz. Arab tili grammatikasini o'rganishda davom etamiz. Arab tilida so'zlar 3 xil bo'ladi. Ism, fe'l, harf. Ism bu bizdagi ot degan so'z turkumi. Masalan, kitob yoki Makka so'zlari ism bo'ladi. Olmoshlar, shuningdek musulmon, mo'min kabi sifatlar ham ism deyiladi. Fe'l bu bizdagi fe'lning xuddi o'zi, ya'ni ish harakatning nomi. Harf bu bizdagi qo'shimcha va bog'lovchilardir. Ga, dan, da qo'shimchalari kabi. Xo'sh, otlar qanday yasaladi? Masalan, kitabun so'zi kitob degani. Uning oxiridagi un qo'shimchasi uning ot ekanini bildiradi. Qizig'i shundaki, so'zning oxiridagi mana shu qo'shimcha o'qilmasa ham ma'no o'zgarmaydi. Ikkovi ham kitob degani bo'laveradi. Lekin siz qandaydir aniq, hamma bilgan kitobni aytmoqchi bo'lsangiz, so'zning boshiga l harfini, ya'ni arab tilidagi aniqlik artiklini qo'shasiz. Lekin arab tilida so'zning boshi harakatsiz bo'lmaydi. Shuning uchun l harfining oldiga vaqtinchalik hamza qo'shib al deb o'qiladi. So'zning boshiga al qo'shimchasi qo'shilsa, uning oxiri un bilan tugamaydi. Ya'ni al-kitabun deyish noto'g'ri bo'ladi. Yo kitabun bo'ladi, yo al-kitab bo'ladi. Endi biz bu so'zning oldiga va qo'shimchasini qo'shmoqchi bo'lsak nima bo'ladi? Yuqorida biz l harfidan oldingi hamzani vaqtinchalik dedik. Buning ma'nosi shuki, undan oldin biror harf qo'shilsa, bu hamza tushib qoladi. Shuning uchun va al demaymizda val deb o'qiymiz. Masalan, val kitabu, ya'ni va kitob bo'ladi. Xuddi shuningdek, muslimun so'ziga al qo'shimchasini qo'shsak, al-muslimu bo'ladi. Qani endi so'zlarga al artiklini qo'shishni mashq qilib ko'raylikchi. Muslimun al-muslimu, mu'minun al-mu'minu, solihun as-solihu, kafirun al-kafiru, mushrikun al-mushriku. So'zning oxiridagi qo'shimchalar uning holatini bildiradi. Masalan, kitabun, kitaban, kitabin desak, demak bu so'z bosh, tushum yoki qaratqich kelishikda kelgan bo'ladi. Buni keyinroq yaxshilab o'rganib olamiz. Hozir esa ularni al artikli bilan o'qishni mashq qilamiz. Musliman al-muslima, mu'minan al-mu'mina, solihan as-soliha. Endi in qo'shimchasi bilan o'qib ko'raylik. Muslimin al-muslimi, mu'minin al-mu'mini, solihin as-solihi. Demak, otlar qanday yozilar ekan? Yo boshida al artikli kelar ekan, masalan al-kitab yoki oxiri un, an yoki in bilan tugar ekan. Masalan, kitabun, kitaban yoki kitabin. Shu bilan bu darsimiz ham tugadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu.